2025-yil 1-maydan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Kam ta'minlangan oilalar uchun kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiyalar joriy etiladi. Yordam quyidagi toifadagi oilalarga mo'ljallangan: bolalar nafaqasi va moddiy yordam olayotganlar, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilganlar, reyestrga kiritilmagan, biroq bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi eng kam iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan oshmaydigan oilalar. Kompensatsiya quyidagilarga taalluqli bo'ladi. Elektr energiyasi: oylik bazaviy me'yordan ortiqcha 150 kWh-gacha ishlatilgan tok uchun qimmat va arzon narxlar o'rtasidagi farq qoplanadi. Tabiiy gaz: qishki mavsumda bazaviy me'yordan ortiqcha 250 kub metrgacha ishlatilgan gaz uchun farq to'lab beriladi. Qolgan davrlarda 150 kub metrgacha ishlatilgan gaz uchun ham kompensatsiya beriladi. Ushbu choralar ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash va ularning kommunal xarajatlarini yengillashtirishga qaratilgan. Jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy, notijorat foydalanish uchun tovarlarni bojxonasiz olib kirishga quyidagi cheklovlar belgilanadi. Havo transportida 1000 AQSh dollargacha, temir yo'l va daryo transportida 500 AQSh dollargacha, avtomobil chegara punktlari orqali 300 AQSh dollargacha, xalqaro kuryerlik xizmati orqali 200 AQSh dollargacha, xalqaro pochta orqali 100 AQSh dollargacha. Shuningdek, eksport bojlarisiz bo'lgan hollarda qiymati 5000 AQSh dollargacha bo'lgan tovarlar bojxona deklaratsiyasiz olib chiqilishi mumkin. Yashil va IT loyihalarida kamida 5 nafar ayolning biznesini yo'lga qo'yishga ko'maklashgan 1000 nafar tadbirkor ustozga 50 million so'mgacha grant ajratiladi. Ijobiy kredit tarixiga ega ayollarga esa 100 million so'mgacha bo'lgan garovsiz kredit taqdim etiladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi kredit hisobidan uskunalar xarid qilayotgan ayollarga kafillik beradi. Shuningdek, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida ayol tadbirkorlar kengashi tuziladi. Mazkur kengash ayollar biznesidagi muammolarni o'rganish, takliflar ishlab chiqish va ularni Oliy Majlis hamda hukumatga taqdim etish huquqiga ega bo'ladi. Davlat organlarining inson resurslarini boshqarish sohasidagi faoliyati maxsus baholash tizimi asosida baholanadi. Bo'lim rahbarlari majburiy attestatsiyalardan o'tkaziladi. Kadrlar bo'limi boshliqlari lavozimiga oliy ma'lumot, kamida 2 yillik ish tajribasi, mehnat qonunchiligi bo'yicha bilimga, shuningdek inson resurslarini boshqarish, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash bo'yicha zarur kompetensiyalarga ega bo'lgan shaxslar tayinlanadi. Jonli ijro etuvchi san'atkorlarning maxsus reyestrini shakllantirish rejalashtirilmoqda. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari hisobidan moliyalashtirilgan tadbirlarda fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Tadbirlarning reklama materiallarida jonli ijro fonogrammadan qisman foydalanilgan holda yoki fonogrammadan foydalanilgan holda konsert ijro turini ko'rsatish majburiy etib belgilanadi. San'atkorlarga davlat mukofotlarini berishda ularning jonli ijro imkoniyatlari alohida inobatga olinadi.